Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana men nabiram 7 yosh bo'ldi. Maktabga chiqadi, xudo xolasa. Mana shu darajaga yetishiga mana doktorlarimiz juda ham katta hissalari bor. Biz bundan 1,5 yil avval kelganimizda umuman bola quloq solmas edi, hech narsaga ranglarni ajrata olmas edi. Mana shu doktorlarni karomati bilan bu bolam rosa o'zgarishlar yaxshi, hamon davolanyapmiz. Juda katta rahmat aytaman. Mana xudo xolasa bola maktabga tayyor qilib berdi. Bularga katta rahmat. Bu reklama uchun gapirmayapman, bu gaplarni boshimdan o'tgancha aytyapman. Mana shu bola mana shu yerga kelib nihoyatda katta o'zgarish bo'ldi. Quloq solmasdi, mana quloq soladigan bo'ldi. Bu yerga kelinglar, albatta shifo topasizlar. Sugarga berib turadi. Mana bularni lecheniyalar olgandan keyin, tupens apparatlarni olgandan keyin mana sugarga bermay qo'ydi, xudo xolasa. Rahmat bularga ham. Rangni topchi, qizil rangni. Qizil. Qora rangni topchi. Ko'k rang qani? Oq rangchi. Молодец. 6, 7, 8